Ko'krak qismimiz jiddiy og'riganda qanday qilamiz? Do'stlar, yaxshimisizlar? Men Asiya doktor. Bugun sizlarga 3 xil hayotimizga xavf keltiradigan ko'krak og'riq to'g'riliq so'zlab o'tay. Mazmuni qiziqsangiz, avval meni qo'shilib, undan davomini oling. Birinchisi, nihoyat tuyuqsiz va nihoyat qattiq holatda ko'krak qismimizda og'riq paydo bo'lgan bo'lsa, shuning bilan bir vaqtda tarbiyasib, ko'nglimiz bilishib, qusib, hatta nafsimiz qisilib, ig'ir bo'lgan vaqtda hushimizdan ketgan mushuqal ahvollar bo'lsa, hamda ko'krak og'riqimiz aramag'andan keyin yaxshilanish bo'lmay bara-bara ig'irlab mangan bo'lsa, bu vaqtda darhol 120 telefon qilib doktorxonaga berishingiz kerak. Ikkinchisi bo'lsa, mushu ochiqlanganda yoki bo'lmasa jiddiylashgan vaqtda tuyuqsiz ko'krakningki oldi qismi bilan keyingi qismi qo'shilib, bir xil pichoq sanjigandek og'rib, yoki bo'lmasa mushu ikki ko'krakni tatib jiddiydagandek mushtaq kerilib og'rigan ahvol bo'lsa, bu vaqtda darhol doktorxonaga kelishimiz kerak. Uchinchisi bo'lsa, ko'krak qismimizningki og'riqi bek ig'ir emas, lekin tuyuqsiz nafsimizda qisilish paydo bo'lsa, xuddi bir xil uzun yugurib kelgan odamlardek bir xil yerib, nafsimiz ichiga tushib, cho'nqur nafas olsaqmi nafsimiz yetishmagandek mushu xil ahvol bo'lsa, darhol doktorxonaga kelishimiz kerak. Yuqorqi 3 xil ahvol bo'lsa, ayrim shu jiddiy xarakterlik yurak tiqilmasi, aorta qon tomirlarininki ichki qismidagi pardalarning yetilishi, hamda mushu o'pka qon tomirlarida qandushilar paydo bo'lib, qon tomirlarga kaplashib qilish ahvollarini ko'rsatadi. Bu 3 xil kasallikka qarta vaqt demak, hayot demakdir. Shunlashqa ko'krak qismimiz jiddiy nihoyat ig'ir holatda og'irgan vaqtda cho'qim minut sekundimi qo'ldan bermay tezdan doktorxonaga berishimiz kerak. Balkim sizniki 10 minut boldir yoki keyin bag'ingiz bevosita hayot mamatingizga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kang do'stlarningki foydalanib qilishni umid qilaman. Mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, yurak berib inkas rayoniga so'z qoldirishni unutib qolmang. Texmi ko'plagan do'stlarni bilib qilish uchun mazmunni atrofingizga do'stlarga tarqatishni unutib qolmang. Biz kelarki salat ko'rishaylik. Xayr xo'sh.